Xullas bu videoni gullarni yaxshi ko'radigan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Bozor hududida joylashgan Lolazor do'konida sizlarga obzor beramiz. Bu yerda har xil turdagi assortiment gullarimiz bor. Qalba desami, daraxt gullar desami, xudo xolasa, Shukur aka sotuvchimiz, mana aka. Bugun biz Lolazor do'konida obzor qilamiz. Akvarium qo'shni arxigellarimiz bor, chiniy gullarimiz bor, kumbalar qo'ygan, lolalar bor. Stolga qo'yadigan 12 ta ismi, 12 ta stolga zarli, zarsiz, har xil turdagi gullarimiz bor. Patagoniylarga qo'yiladigan arxideya gullarimiz har xil sifati behijolar. Narxlari ham bor. Bu tomonda dekorativ daraxtlarimiz bor, gullar, daraxtlar, har xil turdagi. Do'konimiz ozgina hajmi jihatdan kichkinaligi uchun do'konimizga qonli gullarimiz sig'mayapti. Kelsalaring, xohlagan gullaringni olib, bemalol ko'rib, tanlab olishlaring mumkin. Xo'p, aka, bu tomonda qanaqa gullarimiz bor? Tomonda orxideya bor, liliya bor. Keyin o'rik gullar bezatgani, keyin dekorativ devorga gazonlar bor, har xil turda 7 xil turda bor bular. Hozir bitta turi o'zimiz kichkina qilib obzor qilib qo'yganmiz. Bunaqangi. Ha, demak, bunaqa xizmatlaring ham bor. Borib bemalol ustanovka qilib, dastlabki xizmatlari ham bor. Albatta. Keyin to'y marosimlar, yosh kunlariga savatchalar gullarimiz bor. Tug'ilgan kun, sovg'alar uchun boshqaga. Aha, bunaqa bor. Bu tomonda ham mana stoykali gullarimiz bor ekan. Hop, buni gullarimizni ayting aka, qanaqa bular? Bular osma, letniy ayvon desmi, oshxona desmi, kafelarga Assortiment juda katta ekan lekin. qilaverasizlar. Keyin oshxonalarga, xo'jalik oshxonalariga qo'ygan gullarimiz bor. Hop, manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz hop, bu tomonda, Dang'ara tomondan kelishimiz, mana Banan o'yinchoqlari, Isfandiyor savdo binosi, Lolazor do'koni mana. Bu tomonimiz Navoiy masjididan kelish, to'liq orientir bo'lish uchun mana Yangi bozor bilan Optimni bog'lab turuvchi peshahod mana. Shunday o'tib 40-70 avtobuslar to'xtaydigan joy mana.